أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 30. Sure Rum Mekke'de nazil bo'lgan 60 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif, Lam, Mim. Rumluqlar yaqin bir joyda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengadi. İlgiri ve keyin hamma ish Allah'ның boshqarishidadir. Bu kunda mu'minlar Allah'ның bergan yordam bilan xushal bo'ladi. Allah xohlagan kishiga yordam beradi. Allah g'olibdir. Mu'minlarga nəhayət mehribondir. Allah ularni g'olib qiladiganligini va'da qildi. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Chunki Allah'ның va'dasi haqdir, so'zi rostdir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Ular hayoti dunyoning tashqi ko'rinishini biladi. Ular oxiratdan, ya'ni oxirat ishida o'ylanishdan va oxirat uchun ishlashdan g'aflatdadir. Ular oqibatining qandoq bo'ladiganligini bilishlari uchun o'zlari ustida fikr yurgizmamda. Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi yulduz qatorliq narsalarni faqat haq va muayyan vaqtli qilib yaratdi. Shak shubhisizki, nurg'un kishilar Parvardigorga muloqot bo'lishni, qayta tirildiganligini, qilgan amaliga yarasha mukofotlanadiganligini yoki jazolanadiganligini inkor qiluvchidir. Ular yer yuzida kezib o'zlaridan ilgari o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zatmadimi? Ular yana o'tganlar quvvatli bulardan kuchli edi. Ular ziroat terishda, imorat silishda bular yana Qurayshlardan ustun edi. Ularga payg'ambarlar mo'jizalarni olib keldi, lekin ular mo'jizalarni inkor qildi. Allah ularga zulm qilmadi, ya'ni Allah ularni gunohsiz qilgani yo'q, lekin ular o'zlari kufri uchun va payg'ambarlarning mo'jizalarini inkor qilganliklari uchun o'zlariga zulm qildi. Shuning bilan ular halok bo'lishga tegishli bo'ldi. Ondan yomon ish qilganlarning oqibati eng yomon bo'ladi. Chunki ular Allohning oyatlarini inkor qilgan va masxir qilgan kishilardir. Allah maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladi. Ondan uni o'lgandan keyin tirildiradi. Ondan Allohning dargohiga hisob uchun qaytarilasizlar. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda gunohkorlar ummi silinib ketadi. Ularga sherik keltirgan butlardan shafaat qiluvchilar bo'lmaydi. Ular sherik keltirgan butlardan tanidi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mu'minlar bilan kofirlar bir-biridan ayriladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar bog'chida, ya'ni jannatning bog'chilarida yoyirtiladi. Bizning oyatlarimizni va oxiratga muloqotni inkor qilgan va yolg'onga chiqarganlarga kelsak, ular davomli azobda qoladi. Sizlar oqshomda va atdiganda Allohga tasbih aytinglar. Osmonlardagi, zamindagi hamd sana, kesh va peshin vaqtlardagi hamd sanoning hammasi Allohga xosdir. Allah jonsiz narsalardan jonliq narsalarni chiqaradi. Jonliq narsalardan jonsiz narsalarni chiqaradi. O'lgan zaminni tirildiradi, ya'ni qurg'oq zaminni o'simliklar bilan ko'kartiradi. Sizlarmi mushundaq tirildirilsizlar. Allohning sizlarni tuproqdan yaratganligi, ondan sizlarning inson bo'lib zaminda tarilib yurishinglar Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ayollar bilan unsi ulfat ilishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, oranglarda ya'ni er-xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Fikr yurgizadigan qavm uchun shak shubhisizki, buningda nurg'un ibratlar bor. Allohning osmonlarni, zaminni yaratganligi, tilinglarning, ranginglarning xilma-xil bo'lishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Sizlarning kechasi va kunduzi uxlashinglar, kunduzi Allohning marhamatidan rizq talab qilib harakatlanishinglar Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Shak shubhisizki, buningda anglaydigan qavm uchun nurg'un ibratlar bor. Allohning sizlarga chaqmoqni qo'rqinch va umid qilib ko'rsatishi, bulutdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan o'lgan zaminni tiriltirishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Tushunadigan qavm uchun buningda shak shubhisizki, nurg'un ibratlar bor. Allohning osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ondan Allah qabrlarga ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa, darhol chiqsizlar.
Osmonlardagi va zimindagi hamma Allohningdir. Hamma Allohga bo'ysunuvchidir. Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. U, ya'ni maxluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Osmonlarda va ziminda eng oliy sifat Allohga xosdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Alloh sizlarga o'zinglardan bir misol keltiradi. Biz sizlarga rizq qilib bergan mol-mulkka qullaringlarning sherik bo'lishiga, u borida ularning sizlar bilan barobar bo'lishiga, ulardan o'zlaringlar, ya'ni ozod kishilardan qo'rqadek qo'rqishinglarga rozimisizlar? Buningga rozi bo'lmagan ekansizlar, maxluqotning Allohga sherik bo'lishiga qanday rozi bo'ldinglar? Tushunadigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Undaq emas, ya'ni Allohga sherik keltirishda ularning hech qanday uzrisi yo'q. O'zlariga zulm qilganlar bilimsizlikdan nafs xohishiga ergashdi. Alloh gumroh qilgan odamni kim hidoyat qila oladi? Ularga hargiz yordam qiluvchi bo'lmaydi. Batil dinlardan burilib islom diniga yuzlangin. Allohning diniga ergashginki, Alloh insonlarni shu fitrat bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir. Lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Allohga tavba bilan qaytinglar. Allohdan qo'rqinglar, namozni ado qilinglar, mushriklardan bo'lmanglar. Sizlar dinda ixtilof qilishib, firqa bo'lib, har firqa o'z dini bilan xushallanadiganlardan bo'lmanglar. İnsanlarga biraz ziyan zahmet yetken çağda, ular Parvardigoriga ixlos bilan iltijo qiladi. Ondan Alloh ularga rahmetini tetitgan çağda, ulardan bir firqa darhol Parvardigoriga sherik keltiradi. Ular bizning bergan ne'matlarimizga noshukrlik qilib baqsin qani. Ey mushriklar, dunyo tirikchiligida sizlarga bergan ne'matlarimizdan bahramand bo'linglar. Sizlar fani dunyoning ne'matidan bahramand bo'lganliginglarning oqibatini kelgusida bilasizlar. Yoki ularning butlarga cho'qinishining to'g'riligini so'zlaydigan bir kitob nozil qildikmi? Mundaq bo'lg'ini yo'q. İnsanlarga rahmatni tetitsak, ular buningdan xushallanib ketadi. Agar ularga qilmishlari tufaylidan bir ko'ngilsizlik yetsa, darhol umidsizlanib ketadi. Ular bilmamdiki, Alloh xohlagan odamning rizqini keng qiladi. Xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Haqiqatan buningda rizq bergan Allohning hikmatiga ishindigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Qish aqrabolarga, miskinlarga, ibn sabillarga, sil-rahim va yaxshilikdan tegishli haqqini bergin. Allohning roziligini ko'zlaydiganlar uchun bundaq qilish yaxshidir. Ana shular maqsadga erishguchilardir. Sizlar kishilarning pul mili ichida o'stirish uchun biror pul mol bersanglar, Allohning dargohida u o'smaydi. Ya'ni kishilar berganimdan jiqara qaytirsin degan niyat bilan berilgan sovg'ining Allohning dargohida savobi bo'lmaydi. Allohning roziligini ko'zlab bergan sadiqalar yoki ihsonlarga hassilab savob beriladi. Alloh sizlarni xalq etdi. Ondan sizlarga rizq berdi. Ondan sizlarni qabz ruh qiladi. Ondan sizlarni tirildirdi. Sherik keltirganinglardan qaysi bu ishlarning qaysi birini qila oladi? Alloh pokdir, ularning sherik keltirgan narsalardan olidir. İnsanlarning qilgan gunohlari tufaylidan qurg'uliqda va dengizda ofat yuz berdi. Alloh ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetitdi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, yer yuzida sayr qilinglar. O'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. O'zlariga zulm qilganlarning joylariga qaranglarki, ularning payg'ambarlarni inkor qilganliklarining oqibati qandoq bo'lgan. Alloh taolo ularning diyorlarini xarob qilib, ularni ibrat olg'uvchilar uchun ibrat qildi. Ularning to'lisi mushrik edi. Alloh tarafidan keladigan qarishtirib bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kelishdan ilgari to'g'ri dinga yuzlangin. Bu kunda ularning bir qismi jannatga, bir qismi jahannamga ayriladi. Kimki kofir bo'lsa, do'zaxda abadiy qilib, kufrning jazosini o'zi tortadi. Kimlarki yaxshi amal qilsa, o'zlari uchun oxiratda joy rastlaydi. Alloh iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni marhamatidan mukofotlaydi. Alloh haqiqatan kofirlarni do'st tutmaydi. Allohning sizlarga o'zining rahmatini tetitish, amr bo'yicha kemalarni dengizlarda mangdirish, o'zining marhamatidan tilishinglar
va shukr qilishinglar uchun shamollarni yomg'ir bilan xushxabar berguvchi qilib avatishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ey Muhammad, shubhisizki sendan ilgari nurg'un payg'ambarlarni qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. O payg'ambarlar ularga o'zlarining rost payg'ambarligini isbotlaydigan nurg'un ro'shan mo'jizlarni olib keldi. Ular mo'jizlarni inkor qilib osiylik qildi. Osiylik qilganlarni jazoladik. Mo'minlarga yordam qilish bizga tegishli bo'ldi. Allah shamollarni avatib bulutni qo'zg'aydi. Ondan uni osmonda xolig'ini bo'yicha tarqitadi. Go'yi uni tarqoq parchalarga bo'ladi. Shuning bilan yomg'irning bulutning orasidan tushayotganligini ko'rsan. Allah yomg'irni xohlagan bandalarining ustiga yog'dirgan chaqda ular darhol xushal bo'lib ketadi. Halbuki ular yomg'ir yig'ishdan burun haqiqatan umidsiz ketgan edi. Allohning rahmatidan natijalarga qarag'inki, o'z zaminni o'lgandan keyin qandoq tirildirdi. Shubhisizki Allah haqiqatan o'liklarni tirildirguvchidir. Allah hamma narsaga qodirdir. Agar biz ziroatga ziyonli shamolni avazsak, ular shamolning ta'siridan ziroatning sarg'ayib ketganligini ko'rsa, shuningdan keyin ular Allohning ilgirki ne'matlariga kufrlik qiladi. Shubhisizki sen o'liklarga so'zingni anglatolmaysan. Arkasiga qarab yuz o'rgan gaslarga chaqirganini anglatolmaysan. Ko'rlarni gumrohlikdan qutqizib to'g'ri yo'lga sololmaysan. Sen faqat bizning oyatlarimizga ishindiganlarga so'zingni anglatalaysan, ular musulmonlardir. Allah sizlarni ojiz yaratdi. Ondan sizlarni ojizlikdan kuchli qildi, ondan sizlarni kuchlilikdan ojiz qildi va sizlarga qiyrilikni yetkazdi. Allah nemini xolisi shuni yaratdi. O hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda gunohkorlar dunyoda faqat ozgina vaqt turganligiga qasam qiladi. Ular dunyodagi chog'larda mushundoq yolg'onchilik qiladi. Ilmi bor, iymoni bor odamlar aytdi. Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlaringlarda qiyomat kunigacha qoldinglar. Mana bu qiyomat kunidir. Lekin sizlar bilmaydinglar, yana qiyomatning haqligiga ishonmaydinglar. Bu kunda zolimlarning aytgan o'zrisining foydasi bo'lmaydi. Ulardan ularning tavba qilishi ya itoat qilishi bilan Allohni rozi qilishi talab qilinmaydi. Shak shubhisizki bu Qur'onda kishilarga turli misollarni bayon qildik. Agar sen ularga Qur'on oyatlaridan bir oyatni keltirsang, kofirlar dillari qasovatlashib ketganlikdan cho'qim aytidiki, sizlar faqat yolg'onchilarsizlar. Allohning birligini bilmaydigan kuffarlarning dillarini mushundoq pechatlaymiz. Ey Muhammad, mushriklarning arziyatlariga sabr qilgin. Allohning sana nusrat ato qilish va diningni ustunlikka ega qilish va'dasi haqiqatan haqdir. Oxiratga ishonmaydiganlar seni yengil taqib qo'ymasin.